Mana bu bulog'i boshlanishi. Mana buloq. Musaffo suvlar. Eng boshi ana shu odamlar turgan joyda ekan. Bo'ldi, shu bilan tugabdi. Ana shu yerda bulog'i ko'zini biroz ochdim savob uchun. Bet qo'llarni niyat qilib yuvdik. Ichdik suvdan. Alhamdulillah. Mana shu davo shifo bo'lsin deb. Mana tog'u toshlar. Mana shu yerda mana boshlanishi ozgina joydan chiqayotgan suv. Mana qarang. Shunchalik o'zani suvi sof, musaffo, tiniqligini qarang. Mana yana bitta tog' toshi orasidan chiqayotgan suv, buloq. Mana shularni to'yib mana ichdik. Mana qarang. Banyasiko. Qarang. Bir chiroyli zilol suvlar. Mana buloq. Sizib chiqayotgan suv. Mana shu jamlanganini o'zi mana shu ariqda to'lib oqyapti mana. Mana musaffolik. Mana jannat. Allohdan jannat so'raymiz. Shu jannatni bir bo'lagi mana shu bo'ladi. Qarang musaffoligini. Suv juda ham musaffo, juda tiniq. Mana buni qarang. Qarang. Mana buni qarang. Daniya shukr. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga nasib qilsin mana shu kunlar. Bundaqa musaffo, bundaqa go'zallik. Hali chet ellarga yugurgandan ko'ra mana o'zimizda shunday go'zal joylar bor. Alhamdulillah. Mana shu go'zal joylarimiz qadriga yetaylik. Zaldorilar ham pishib yotibdi endi, voy. Kichkina dumalaq. Agar uni qoq qiladigan bo'lsak, juda ham chiroyli qoqlar bo'ladi. Ya'ni bu yerda g'ulun deyshadi. O'sha o'rikdan g'ulun qilinadi. Mana buloqlar bir chekkadan oqib o'tadi mana. Bu kichik buloq suvimiz juda musaffo, chiroyli. Mana bu taraflarda ham mana. Mana buloq suvlari, mana ulkan tog'larimiz. Qarang, juda ham baland. Mana qarang. Juda ham baland tog' orasidamiz hozir. Mana go'zallik. Mana musaffolik. Qarang, qanday salqin joylar. Mana Angidon. Angidon nomi juda ham sayrbop joylar, salqin joylarimiz juda ko'p. Bular Rajab akamlar, qo'shnim Qadirdan akam bo'ladilar bular. Endi Nasima bilan yangamlar ko'p yurisha olmadi. 700 metr qolganda qolib ketdilar ular.